Assalomu alaykum. Sizlar bilan onkoxirurg Shirinov bo'laman. Yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz siydik qopi rakida, ya'ni siydik qopi o'smalarida qanaqa operatsiya qilinadi, qanday amalga oshiriladi, shular haqida qisqachagina xabar yetkazmoqchimiz. Kimgadir qiziqarli bo'lsa, videoni ko'rib ma'lumot olishingiz mumkin. Ma'lumki, siydik qopi o'smalari, ya'ni siydik qopi raki tarqalishiga qarab ikkita turga bo'lamiz. Yuzaki siydik qopi raki hamda mushakka, muskul qavatiga o'sib o'tgan siydik qopi raki. Endi bu nima uchun bo'linadi? Chunki yuzaki siydik qopi rakini davolash butunlay boshqacha, mushakka o'sib o'tgan siydik qopini davolash esa butunlay bir-biridan juda keskin farq qiladi. Shuning uchun biz ikki xil turga bo'lamiz. Xullas, mana kompyuterimizda ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda siydik qopini sxematik tasvirlaganmiz. Mana bu ko'rganlaringiz TIS, TA yoki T1, mana kichkina rak nimalar, to'qimalari. Mana bu qizil rangdagi muskul qavati. Bunisi shilliq qavati. Yuzaki raklar T1 gacha bo'lgani faqatgina shilliq qavat bilan chegaralangan bo'ladi. Qolgan raklar mushakka invaziya deganimiz mana muskul qavatga kirib bo'lyapti. Mana o'sib kiryapti. Mana bunisi ham o'sib kiryapti. Bu uji siydik qopidan tashqariga o'sib chiqyapti. Bu eng oxirgi bosqichi. T4 deydi, atrof to'qimalarga o'sib o'tishi. Xullas, mana bunaqa holatda shilliq qavat bilan chegaralangan siydik qopi raklarida maxsus apparat sistoskop bilan siydik kanalidan kirib shu o'smani o'zini olib tashlash mumkin. Bu transuretral rezeksiya, ya'ni tur deyiladi. Turda qanday o'tkaziladi? Narkoz ostida siydik kanaldan apparat kirib, shu yerda o'zini olib tashladi. Siydik qopi butunligi saqlangan, bemor ish faoliyati saqlangan, o'sha kuniyoq uyiga ketib ish faoliyatini davom ettiradi. Kasalxonada yotish ham shart emas. Bu tur amaliyoti deymiz. Siydik qopini yuzaki raklarda ana shu operatsiya qilinishi kerak. Endi buni nima kamchiligi deganda, 30% holatlargacha tur amaliyotidan keyin boshqa joylarda siydik qopi o'smasi paydo bo'lishi mumkin. Bu birinchi xil operatsiya. Yuzaki siydik qopi o'smalarida. Endi chuqur, ya'ni mushak qavatiga o'sgan o'smalar bo'lsa, mana mushak qavatiga o'sib o'tdi o'zi. Buni biz qanday aniqlaymiz? Albatta MRT tekshiruv qilib, bemorda operatsiyadan oldin MRT tekshiruvida aniqlashimiz kerak. Bemorlarga ham shuni tavsiya qilaylik, shu kasallikni davolaydigan ayrim urologlarga ham tavsiya qilardikki, mana shu narsaga e'tibor berib, MRTchilarga ham alohida mushak qavatiga o'sgan, o'smaganini aniqlab berishi shart. Mabodo mushak qavatiga o'sgan bo'lsa, tur operatsiyasi mumkin emas. Chunki tur operatsiyasida faqatgina yuzaki qismi olinadi, bu tomoni qolib ketadi. Qolib ketgandan keyin kasallik tezda boshqa organizmlarga boshqa joyga tarqalib ketish xavfi yuqori. Shuning uchun bunaqa paytga tur mumkin emas. Shunga e'tibor berishimiz shart. Bunaqa paytda nima operatsiya qilinadi? Bunaqa paytda siydik qopi, mana erkaklarda prostata bezi, ayollarda bachadon, tuxumdonlar bilan birgalikda to'liq qilib yagona yaxlit holatda olib tashlanadi. Chunki agar siydik qopini qoldirsangiz, o'sha qolgan joydan yana siydik raki paydo bo'lishi mumkin. Siydik qopi raki paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun to'liq olib tashlanishi kerak. Endi to'liq olib tashlagandan keyin, majbur siydik qopi bo'lmagandan keyin nima qilinadi? Siydik chiqishi uchun ingichka ichakdan yoki yo'g'on ichakdan maxsus siydik xaltachasi, konduit deymiz biz. Konduit yasalib, bu teriga chiqarib qo'yiladi. Bemor bir umrga siydikni o'sha xaltacha orqali chiqarishga majbur bo'ladi. Ana shu nimasi kamchiligi bu amaliyotda shu, faqat bemor bir umrlik siydik qopini o'rniga ingichka ichakdan yasalgan xaltacha orqali siydikni chiqarib qo'yishga majbur bo'lardi. Lekin afzalligi bu operatsiyadan keyin siydik qopini rakini qaytalanish ehtimolligi kamligi. Chunki 5 yillik yashash ko'rsatkichi 70-80% gacha yetadi. Bemorlarimiz
ko'bisi qutulib ketadi shu kasallikdan. Mana shu narsaga e'tibor berish kerak. Agar yuzaki bo'lsa, demak siydik nayi orqali kirib borib tur, ya'ni transuretral rezeksiya amaliyoti. Agar mushak qavatiga o'smalar bo'ladigan bo'lsa, siydik qopini to'liq olib tashlab, o'rniga ingichka ichakdan yoki yo'g'on ichakdan maxsus xaltacha yasab, uni xaltachani uropriyomnik orqali siydikni tashqariga chiqib ketishini ta'minlaydigan amaliyot o'tkazilishi kerak. Bu ikkinchi aytgan amaliyotimiz lekin anchagina murakkab, anchagina katta operatsiya, uzoqroq davom etadi. Har xil asoratlar bo'lishi mumkin. Endi o'zi bitta videoda uni to'liq aytib berish imkoniyati yo'q. Faqat shu yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shu. Demak, yuzaki o'smalarda transuretral rezeksiya, ya'ni tur amaliyoti, mushak qavatiga o'sgan o'smalarda albatta siydik qopini to'liq olib tashlashimiz shart.